Parkent tumanida Ahmad Ota nomli ikkinchi xususiy maktab o'z ish faoliyatini boshladi. Ahmad Ota xususiy maktabiga 1-sinfdan boshlab o'quvchilar qabul qilinadi. Maktabimiz barcha qulay sharoitlarga ega. Ushbu maktabimizda 3 ta fan chuqurlashtirilgan yo'nalishda o'qitiladi, ya'ni rus tili, ingliz tili va informatika yo'nalishlari. Informatika xonamiz to'liq zamonaviy kompyuterlar bilan jihozlangan. Maktabimiz shundoqqina yo'l yuzida joylashgan, transportdan muammo yo'q. Parkent Hisarak yo'nalishidagi avtobuslar mana shu liniyadan qatnaydi. Manzil Parkent tumani O'choq mahallasi, mo'ljal Qo'shnor parkidan 300-400 metr yuqorida joylashgan. Videoni barcha yaqinlarga borib qo'yish esdan chiqmasin.